Vay! Bunaqasi bo'lmaydi. Namanganda Lola'damiz. Lola'da parkovkani ko'rsating. Parkovkani yonida peshobod. Peshoboddan o'tganimizda shahardan kelishda ikkinchi gilam magazin, ya'ni Samarqand gilam magaziniga kelganmiz. Bu yerda o'ta katta aksiya. Mana 1, 2 Mana 3. Mana 4 mana shularni bonus qilib beramizmi? Like bo'lsa bizga obuna bo'l, podpiska bo'lganlarga bonus. Pul olamiz, beraman. Ko'rsating bizga gilamlarni. Nech pulgacha? Hop, Abdulaziz xo, mana endi o'z bitta yangi variantimiz bor mana, eksklyuziv rangi mana. Davay. Bulut rangidan bo'ladi. Bu 10 numeringiz bo'lsin. Necha? Bu 5 metrli variantimiz. Puli qancha? Hop. 800 ming so'mga qo'ysa bo'ladi. 700 mingga bera olasizmi? Mart oyida 750 mingga berdim. Obunachilarga beraman. Bo'lsa, obunachilarga bo'lsa 750 mingga beryapti. Bundan ham kattasining eng zo'rini qo'ydiramiz. Shunga berasiz, oka? Bismillah mana ko'ring. Yevro fasondagi mana trenddagi yaqinroq keling, operator, uxlamang, o'yingizni ko'paytirib beraman. Oling mana dunyoni ko'rsating. Obuna bo'lib kelganlarga 1 million 250 mingdan qo'yib beraman. 1 million 100 mingga bera olasizmi? Xalq uchun bir so'm o'tmaysiz. Unda nomimizni ham xalq uchun o'zgartirish kerak. Bo'lsa, xalqqa bo'lsa. 1 million 150 ming berib ketasan. Bo'ldi ana. Bizda yana nima yangiliklarimiz bor? Yangiliklarimiz o'tkaz apparati yaxshi tushunishmabdi. Qisqa yo'lda tushuntiring. Bo'ldi. Xonadonlarga tushmagan razmerlari bo'lsa, olib kelsa, men sotib olaman. Xohlasa gilamga barter qilib beraman. Olib qolib, aytilgan narxda mana obunachilarimizga qo'yib beraman. O'libdi. 5 mingga sotdi, 600 mingga sotdi.